Xo'p, endi esa mana bu musiqani tak mana bu yerga joylasam va menimcha normal chiqdi. Endi esa videoni menimcha eksportga qo'ysam ham bo'ladi va всё, eksportga qo'yildi. Normal. Nu 3-videoni ham montajini bitirdim. Yo, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana mana shu Krishmangda video roligimga xush kelibsiz bo'ladi. Xullas sizlar. Hozir mana bu yerda video bo'ldi. Biroz montajini qo'yayotgandim. Xullas 3-videom eksportga ketdi. Nu sizlarga qalaysizlar albatta tezda videoga like bosib, kanalimga tezda obuna qo'ying. Sababi men tezroq hamma kanallarimda mitadan oshiq obunachilarni to'plab tashlashim kerak, lekin sizlar obuna bo'lmaysizlar, men hech qanaqasiga bunaqa obunachilarni tushimda ko'rsam ham bo'ladi. Lekin sizlar agar obuna bo'lsanglar, men buni o'zimda ko'raman. Davay bo'ladi, bitta obuna qo'yinglar. Xullas men bola har doim bilasizlar, hozir ishimni qilishim kerak. What the? Ya nima bu? Bola bratan turibdi, bilmadim kostyum kiygan. Amal bo'la u yoq bilan hozircha ishim yo'q. Hozir boramiz bola, so'raymiz o'zidan. Nima bo'lyapti bu yerda? Hozir mana buni birinchi yoqda tozalab olishim kerak. Pozin ishlarini bilasizlar. Pozindagi ishlarim har doim aytaman, birinchi o'rinda, boshqa ishlar esa nechinchi o'rinda bilasizlar? Bilmadim bola, nechinchi o'rinda? Ikkinchi o'rinda. Bilasizlar, pozin ishimni qilmasam bo'lmaydi. YouTuberlarga albatta ikkinchi o'rinda. Nimaga bu yerda yurib bo'lmayapti? Stop, mana bu yerdan chiqyaptim bola, ya'ni mana itaryapti o'zidan. Mayli bola, necha tak enasa buni yaxshilab ekib qo'yamiz. Qaranglar, 4 talik polizim shu endi bola 13-qishlog'im baribir zo'r bilasizlar. Lekin unchalik menga yo'qmaydi, uncha qishloq to'g'ridan zo'r bo'lgan bilan yaxshi bo'ladi. Lekin shuncha xotiralarim bor bu qishloqda, ya'ni shuncha nimalarni videolarni shu yerda olganman, shu yerda ko'tarilganman. So'zimni qaytarib olsam ham bo'ladi. Menimcha juda zo'r menimcha. Takanasa bularni yaxshilab ekib qo'yamiz va oppa va bitta ortib qoldi. Voy pariga shuni stag bilan qo'ysam bo'lmasmidi? Takanasa mana bularni yaxshilab ekib qo'yamiz. Oppa juda ham yaxshi va mana buni ekib qo'ysak bo'ldi. Undan keyin esa bularni borib merga topshirib kelamiz. Undan keyin esa bratanga borib qavalashamiz. Bilmadim, u bratanga keldi deb yozib bitta borib beraylik kimligini. Qo'yib chunki yopdimi. Assalomu alaykum brat. Va alaykum assalom birdan, yaxshimisiz? Yaxshi o'z qoli. Yaxshi-da. Uy, BMW-mi? Bu BMW M6 mi? M8 mi bu? Bilmadim, xullas ham M'ni bitta versiyasida. Xullas bizdan qishloqqa qo'yish, qaysi bir shamollar, qaysi bir tulkilar, qaysi bir ayiqchalar uchirdi. Xullas hech qanaqa ayiqchalar uchirmadi, o'zim keldim. Xo'sh, qanaqa xabarlar? Sana xabar yo'q, birozda meni mashinam buzilib qolgandi o'shanga. Ya'ni xullas ham shu yerda bitta garaj qurib berishingiz kerak. Shu yergam-da. Mayli qurib beraman, pulni kelishamizmi? Bagajni ochib ko'ring, shu yerda pullarni olsangiz bo'ldi. Bagajni barim legenda. Necha stak bu? 1 2 3 4 5 6 7 stak pulmi? Da, 7 stak. Juda ham yaxshi, mayli qurib beraman. Bo'ldi, brat, qurib bersangiz juda ham xursand bo'lardim. Mayli, normal. Endi esa boramiz bo'lib daraxshop kelamiz, undan olsa mana ularni bitta merga topshirib kelishim kerak. Bu hozirgi chiqqan narsalarni agar merga topshirmasam, mer meni urib tashlaydi. Shuning uchun assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, kerak, yaxshimisan? Yaxshi o'z qoli. Yaxshi. Xullas kelam, mana bilan oling mer. Bo'ldi, baxirmang. Xullas mana bilan oling, mayli ketdim. Mayli, bugun tushyomi? Yo'q. Bo'ldi. Ish ekan, juda ham yaxshi. Endi esa boramizda, xullas o'zimizdan boltamizni quchoqlab olamiz, ketdik bo'la. Undan keyin xullas ushab nimani chopib kelamiz. Buzilib qoldi deydim bola, BMW buzilganda birinchi marta ko'rishim. Endi mayli bo'la. Mashinaning qaysisi buzilmaydi, to'g'rimi? Hamma mashina buziladi. Degansa hisob qo'yamiz va endi bitta garaj qurishimiz kerak. Normal menimcha. Endi esa xullas boramiz, tosh olib kelamiz, tosh bilan yog'och olib kelamiz. Qani endi shaxtada normal ishlashimizga to'g'ri keladi. Birinchi tosh olib kelishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shaxtadan oldim kerak. Bilmadim, shaxtadan boshqa qayerda tosh olish mumkin. Masalan, osmonda tosh olganini ko'rganmisizlar? Osmondan tosh olgan odam ko'rganmisizlar? Men masalan ko'rmayapman, masalan. Sizlar ham ko'rmayapsizlar, to'g'rimi? To'g'ri deylar. To'g'ri deylar bo'la. Xullas kelam, endi mana bilan olamiz yaxshilab. Olgan, qaranglar, bir gapni qaranglar. Olishni ham yaxshisi. Hop. Bu yana qanaqa joy bo'ldi? Son bu yana what the fuck? Bola nima bu? Yigit kishini omadi bilan o'ynashma degan shu. Bola qiladi. Kaos yop qo'ylik. Bo'lib ko'rdinglarmi sizlar? Necha stak bu? 2 stak stop. 1 stak almaz, 1 stak izimurod, 56 ta izimurod va 38 ta almaz. Bola bu kimniki bo'lishi mumkin? Nima shunday olmoq? Kimnidir qazinasini olib oldimmi?
bola juda ham zo'r, juda ham yaxshi. Xolos kim bo'lsa ham uxladi. Men ishman bilmayman, men ishman ko'rmadim bola. Xolos boramiz, xolos o'sha nimani hisob kelamiz. Daraxtni mashina bilan bormoqchi edim, BMW bilan, lekin buzilib qopti. Mayli bola, nima ham qilar deganda garaj qurib beramiz. Pulni oldik, endi garaj qurishimiz shart bola. Deganda tak mana bu taraflardan daraxt chopib olsak, tak qanaqa daraxt chopamiz bilasizmi? O'q daraxt chopmoqchi edim, hamma qaranglar. O'xshamas ekan bola, bilasizlar, agarda bossa ana bunaqa qorayib oqarib qoladi daraxt. Bilmadim bola, lekin balkim bu o'rtacha 1.2.2 versiyada o'xshamas. Hozir men o'ynayotgan, masalan 1.2.2 aytgancha bo'la. Sizlar kommentariyga o'tib qaysi Minecraft versiyasini o'ynaysizlar? O'shani kommentariyga yozib qo'yasizlar. Men juda ham xursand bo'lardim. Masalan, men bola 1.2.2 versiyasini o'ynayman. Sizlar ham agar o'ynaysizlar, kommentariyga yozib qo'yinglar. Nechi versiya o'ynashlarini. Agarda Minecraft o'ynamasanglar, yozib qo'yinglar bola, Minecraft o'ynamayman men. Minecraft menga yoqmaydi deb yozib qo'yinglar. Lekin bola bilmadim, agarda shu yergacha videoni ko'rgan bo'lsanglar, aniq Minecraft o'yini sizlarga yoqadi. Tak endi pulni olamiz. Mana bu daraxtlarni olganimizdan so'ng xolos tushiramiz. Yetmaydi amal bo'lib keldi. Ortchasini olib qo'yamiz, yaxshiroq yetmay qolishi mumkin bilan. Tak bir bola 40 tami 50 tami kerak bo'ladi. Hozir bizda tak 28 ta bo'ldi, 40 ta qilsak ham yetadi. Lekin mana bu daraxtlarni chopish kerak. Palikat bor, shu katta daraxtlar bo'lganda juda ham qulay bo'lardi. Ya'ni shu vaqtgacha men bemalol prosto tak daraxtlarni hammasini chopib qo'ygan bo'lardim. Lekin bular qaranglar, prosto tak bola yerga yopishib qo'ygan daraxtlar chopish juda ham qiyin bo'ladi. Mayli bo'ladi, nima ham qilardim. Tak endi esa daraxtlarni o'zi shunaqa o'sgan bo'lsa, men nima qilishim mumkin, to'g'rimi? Hech narsa buni. Tabiatga qarshi biz hech nima qila olmaymiz. Yetadi bo'la. Xolos yetadi. 42 ta bo'ldi. Hammasini aylantirib qo'ysam juda ham yaxshi bo'ladi. Va bizda chiqdi 2,5 уже почти ustak desa ham bo'ladi. Menimcha yaxshi bo'la, yetadi aniq. Lekin boramiz, bola qurishni boshlaymiz, garajni. Undan keyin esa pulni oldik bola, bilmayman nima qilamiz bu pullar bilan. Aytgancha bo'la, sizlarga qaysi qishlog'imizga yoqadi? 13-chi yoki 100-chi? 97-qishloqda yashasamikin bilmadim bola. U yerga men kirishadimmi yo'qmi? Aparatam qo'shib turing, mana bu yerdan keling. Nima qilyapsiz? Bilan men ko'tarib ber. Endi shu yerda turing deyapman-da. Mayli. Endi esa bola xullas tak mana bu yerdan qo'shsa, mayli bola bo'lsin, unchalik ham. Lekin mana garaj ishlari yotib qo'y. O'zimda bor, o'zimda qo'yib olaman. Bo'ldi, brat, o'zingiz qo'yib bo'lsa yaxshi. Tak bagajni olib qo'yaylik buni. Tak endi esa mana bu yerdan tak palikat bu yerda nima qilyapti? Mana tak opana qilamiz va qo'ras mana bu yerdan qilsak, tak juda ham yaxshi menimcha. Tak yo'q, bu stop tegib qoladi menimcha. Bu tegib qolar ekan, palikat bo'lsa sal uzoqroqdan qilaylik. Kattaroq bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Menimcha bu bola bu vaqtinchalik bo'lsa kerak, prosta tak to'g'layman degancha. Mayli bo'ldi. Endi esa opana qilamiz menimcha to'g'ri bo'ldi. Endi esa qo'las buni bu yog'ini mod bilan qilib yuborsam bo'ladi, lekin bola kelaylik shu qo'l bilan chotki qo'l mehnati bilan qilaylik buni. Mod bilan qilib bizga nima foyda, to'g'rimi? Degani sopana qilamiz va yopib qo'yamiz hammasini. Devorlarni qilamiz, qarib nimasini yopish kerak? Endi nima bo'ladi? Yo'qosini yopish kerak. Undan keyin esa vse kelib olish shu yerda mod bilan qilib qo'yaylik. Sizlarga qaranglar, mod bilan chotki narsa ko'rsataman. Hoppa va chapashung. Ko'rlan bola sekundlarda qurib tashlaydi bu mod. Sizlarga ham kerak bo'lsa, albatta Telegram kanaliga o'tib qo'ysanglar, men hamma modlarni tashlab qo'yganman. Telegram kanalimga kirsangiz, kommentariyada va описаниеda bo'ladi. Kommentariyada bo'lmasligi mumkin, lekin описаниеda 100% bo'ladi jigarlar. Lekin hisobana qilamiz va tak bularni tak bir-biriga qo'shib borsak, juda ham yaxshi. Endi esa buni mana bu tomini yopish kerak, tak endi bu yerga minish kerak. Tak qani, ya'ni yopib sekin minamiz, oppa va sekin tak vse. Endi esa qo'las yopib ketamiz, sekin yopib qo'yamiz. Ya'ni o'sha nima edi bu palikat qo'las bo'ladi. Tomini yopamiz endi buni. Oppana qilamiz, oppa va zo'r sensam tom yopish eng nimasi bo'ladi. Yomon ko'rgan ishlardan biri. Sababi tom yopishni hech qanday tezlashtirib bo'lmaydi va bola mana bunaqa qilib birin-birin sekin qo'yib chiqish kerak. Va devorda esa birildat qo'yib tashlasa bo'ladi mod bilan. Lekin bu esa umuman qulaysiz. Mayli bola, nima ham qilardim? Degan esa oppana qilamiz. Minecraft qoidalarini yaratgan odamni basharasiga Xudoskiram basharasiga tapchikam mayli. Endi esa bu yerlardan nima quramiz bilasizlarmi? O'zini teshiklar, ya'ni o'ynashni teshiklar ochib qo'yaylik. Endi bola baribir mana shuni kellar shunaqalar qilib qo'ya qo'yaylik. Moda, yangi moda ko'rdinglarmi? Yangi moda. Juda ham yaxshi. Endi esa bu yerda o'tda bola bitta ko'zli odamga o'xshab qoldi. Mayli, ijob. Endi esa mana bu yerdan ikkitasi qilamiz va shu yerga buni chiqishimiz kerak. Oppa va oppa. Vse, normali, vse chotki bo'la garajga qaranglar. Chotki garaj chiqdi menimcha. O'zimga yoqdi, bilmadim bo'lasizga yoqdimi yo'qmi.
mayli, tak endi esa buni tak boshqa qiladigan mana shu joy qomat keldi, mana bu yerlarni ham o'zini qo'yib qo'yay. O'ppana qilib, men juda ham chiroyli chiqadi. Bu prosta chiroyligi uchun bo'ladi. Tak endi o'ppana qilamiz va mana bu taraflarni ham chekkasini ham qo'yib chiqaylik keldi, hamma tarafini qo'yib chiqaylik. Sabab juda ham go'zal bo'ladi-da, bola bu trend. Bunaqa qilsak juda ham zo'r garaj bo'ladi. Pulni oqlab oldik, endi bola shuncha 7 tak pul berdi bizga. Tak o'ppa qilamiz va polni qaranglar, vaqti udar garaj chiqdi. Garaj ishlarni qo'yib yuborsam bo'ldi. Undan keyin umuman zo'r garaj ishlar bor, qaranglar bo'ling. Endi shuncha men almoslarni nima qilaman, bilasizlarmi? Bilmadim, bola sizlardan so'rayapman o'shani. Davay bo'lasizlar, kommentariyga o'tib yozib qo'yinglar. Bu almoslarni men nima qilay? Kommentariyga yozib qo'yinglar, men juda ham xursand bo'laman. Tak, bratan qanaqasiga modullar bilan qildingiz? Admin bamber bormidi? Yo, sizlar masalan mobslar, shitelasizlar. Sizlarga bam beradi, lekin menga bam bermaydi. Qo'slarga mazzaga, mazza bo'lganda qandoq mazza? Yana nima bo'ldi? Bola qo'y ekan, qo'rqib ketmani. Qo'y ekan va amal bola necha endi deb qaranglar bilan hozir borib biz bitta nimaga aylantiramiz, bilasizlarmi? Davay bola bularni ana unaqa bloklarga aylantirib ko'ramiz. Nu juda ham cho'tki bo'ladi, qaranglar. O'ppana qilamiz va hammasi qilsa juda ham zo'r bo'lardi. O'ppana qilib hammasini bo'lib chiqamiz. Takka necha chiqdi? No, 11 ta chiqdi. No, normal. Endi buni ham aylantiramiz. O'ppana qilib va endi yana bir marta aylantirib chiqamiz va всё bo'ldi. Endi bundan ham 13 ta chiqdi. 13 ta bo'ldi. Qaranglar, shuncha bloklarim bor endi meni. Bilmadim, endi bularni qayerga qo'yaman, hammani olib qo'yaman undan ko'ra. Tak endi so'qolar ichkariga kirib bo'lib, boyagi videolarni YouTube'ga joylashim kerak. No, eksport qilib bo'lgan bo'lsa ham kerak. Degan bilan solib qo'yamiz va всё, endi esa bu yerda o'tirib qo'yamiz. Do'stlar, uchun videolar men sog' bo'lsin bo'ldi. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr. Keyingi videolarda xayr, xullas bo'lsa sog' bo'ldi.